Oldin men fanfiklarni yomon ko'rganman, xuddiki o'zlariga er yasab oladi deb o'ylaganman. Men bilan Jehobni bir-biriga o'xshatib, aniq bular egizak deb o'ylaganman. Nimaga kelib yasalab urishdilar? Bilaman, Koreya nimaligini bilmaganman. Nima ochib tashlagan fanfikni ochishga ochib. Hammaga salom deyapmiz. Keling, tayyor bo'lsangiz, o'sha intervyu videoni boshlasak. Kim sabab YouTuber bo'lib qolgansiz va fanfik olamiga qanday kirib kelgansiz? Xo'sh, kim sabab YouTuber bo'lganman? Birinchi navbatda o'z qiziqishim, ikkinchi navbatda ham o'z qiziqishim, uchinchi navbatda fanfik yozishga ishtiyoqim. Agarda hozir fanfik degan narsa hayotimda bo'lmaganda, balki YouTube kanalim ham, Telegram kanalim ham, deyarli kanal degan narsa menda yo'q bo'lishi mumkin edi. Balki Telegramda drama tashlaydigan kanalim bo'lishi mumkindir, lekin buni noma'lum. Fanfik olamiga qanday kirib kelganim sababi esa, oldin men fanfiklarni yomon ko'rganman, xuddiki o'zlariga er yasab oladi deb o'ylaganman-da. Keyin o'zi sevgi muhabbat joylari bo'ladi, o'shalardan asoslanib men o'zlariga er yasab oladi deb o'ylaganman. O'z davrida mashhur bo'lgan Vincenzo Cassano degan drama bo'lgan o'sha paytda, o'shani ko'rganman-da. Mafiyalarga qiziqishim uyg'ongan. Keyin YouTube'da video ko'rib o'tirganda Minjaxiya nomli YouTuberni videosi chiqib qolgan va kommentiga kirganman. Qarasam, ko'p odam mafiyani davomini chiqaring, mafiya FFS deb yozib ketdi, qisqartirib. Keyin nima u FF deganman deb kanalga kirganman. Mafiyalarni yoqtirganim uchun albatta kirganman. Keyin qaradim, mafiya deb yozib ketdi. U dedimda kirdim, qarasam, Shuga rasmi turibdi. Shuga deganman deb o'qishni boshlaganman, yuzim burishtirib, yomon ko'rib. Keyin o'shani sekin-sekin o'qib turib, fanfik olamiga kirib kelganman. Menga YouTuber sababli. Nima uchun YouTube'ga kirib kelgansiz? Bunga qisqa javob, albatta fanfik yozish uchun. Birinchi navbatda fanfik yozish uchun kirib kelganman. Keyin video tuzish, o'zlariga narsalarga olib ketgan. Qaysi oyda tug'ilgansiz? Esingizda yo'qmi? Nishonlagandik-ku. Mart oyida tug'ilganman. Shuga bilan bir oyda mart, Shuga Elisa bilan bir oyda martda tug'ilganman. 16-mart. Eng yaxshi ko'rgan koreys aktyoringiz? Men umuman koreys aktyorlardan tanlamayman. Hammasini birdek ko'raman, lekin tanlash berilganda Park Seo-joon tanlayman. Chunki menga negadir yoqadi. Men uni O'zganing qassosi dramasidan keyin yoqtirib qo'yganman. O'zbekiston tug'ilgan. Qanday qilib BTSga qiziqib qolgansiz? Xo'sh, qanaqa BTSga qiziqqanman? Meni Jihuna degan dugonam bor. U o'rgatgan daraja oldinlari men Koreya nimaligini bilmaganman. U dugonam menga oldin BTSni o'rgatdi, Blackpink. Undan keyin esa dramani o'rgatdi va shundan keyin qiziqib boshlaganman. BTSdan siz qanday tanlab qo'ygansiz? Ya'ni shudan boshqa memberlar ham bor edi-ku. BTSga qiziqishingizga onangiz qanday aytgansiz? So'kmaganman yana YouTube'ga ham. Xo'sh, men BTSdan memberlarni tanlaganman. Xullas, dugonam menga o'rgatgan paytlari shunaqangi umuman o'sha farqlab bilmasdim-da. BTS memberlarini dars kerak bo'lsa aka-uka deb o'ylaganman. Bir-biriga o'xshab ketishlarida aka-uka bo'ladi deb, ayniqsa Jim bilan Jehobni bir-biriga o'xshatib, aniq bular egizak deb o'ylaganman. Keyin dugonamning ham biyasi Shuga edi. Keyin Shugani yuziga qaraganman-da, ko'ziga qaraganman. Shu ko'zi nimadir menga boshqacha ko'ringan. Xuddi Xitoy yoki Yaponlarga o'xshab ketganda, men uni ko'zida boshqacha ko'ringanda, keyin Shugani yoqtirib qo'yganman. Oyim gapirmagan bu YouTube'ga BTSga qiziqishimga. Oyim BTSga qiziqishimni aytmaganman, o'zlari bilib qo'yganlar. Bir necha marotaba tutib olganlar. Telefonimda, galereyamda BTSning rasmlari, videolari bo'lgan, o'shani tutib olgan. Armiya do'konlarim bilan yozishgan paytlarim, chatlarimni o'qib qo'ygan, xullas shunaqa bilib qo'ygan. Oyim rosa gapirgan. YouTube kanalimni hech kim bilmaydi. O'sha Jihuna degan dugonam bilan qo'shni dugonam, keyin mendan keyingi singlim, eng kichkina singlim deyarli ozgina biladi. Eng yaqin dugonam
juda eng yaqin dugonam o'shalar 100% biladi bu haqida. Boshqa hech kim bilmaydi YouTube'da kanalim borligini. Agar oyim bilsa, men o'sha hayratib ketaman. Maktubni qaytarish niyatingiz bormi? Xo'sh, bu savolga nima deb javob berishni bilmayman. Men oldinroq o'zi maktubni qaytarish niyatim yo'q edi, lekin o'sha maktubdagi bitta videoni ko'rib qoldim. Ko'rmay yurgandim. Keyin shunaqa qizlarning ovozlari o'qigan vaqt bo'lgan dramalarga ovoz bergan paytlarimdan toshdan tushgan, maktubdagi ovoz berganlarimdan toshdan tushgan, shunaqa ilhomlanib ketib yig'ladim. Chiqarsammikan deb o'yladim, yana qaytarsammikan dedim. Qaytarsam lekin yana faoliyatimiz yaxshi bo'lmasa deb o'yladim. Lekin albatta bu haqida yaxshilab o'ylab ko'raman. Qaytarmoqchi bo'lsam, YouTube'ning faoliyatini yana u kanalni o'chirib tashlab bo'lni boshqa yangidan kanal ochib turib, balki YouTube'ning faoliyatini ham davom ettiraman. Bu savolga aniq to'g'ri javob bera olmayman. YouTube nimaligini biladiganlar bormi? Ko'p odam bilmaydi YouTube bor ekanligini. Bu yerda fanfiklarga ovoz beramiz. YouTube'ga kelishingizga kim sabab bo'lgan? Xo'sh, kim sabab bo'lgan? Bu savolga menimcha javob berib o'tdim deb o'ylayman. Qiziqishlarim bo'lgan, fanfik yozish bo'lgan, fanfikka qiziqtirgan, albatta menga YouTuber bo'lgan. Menimcha o'sha sababli YouTube'ga kelganman deb o'ylayman. Agarda u bo'lmaganida men hozir YouTube kanalim bo'lmasdi, bo'lmaganda men hozir fanfik o'qimasdim. Drama ko'rish qachondan boshlagansiz? Adashmasam 3 yoki 4 yil oldin yozda. Kebobga qiziqishingizga kim sababchi bo'lgan? Jihona dugonam. Eng zo'r qo'shiqchi deb kimni ayta olasiz? Agarda koreys tilida bo'lmasa, Billie Eilish, Lana Del Rey. Eng sevimli dramangiz? Men o'zi drama tanlamayman, lekin tanlash kerak bo'lsa, hozirgi vaqtda eng sevimli bo'layotgan drama Tezlik va sevgi, baxt. Tez musiqasidan qaysi sevib tinglaysiz? Wax One, Big Love, Butter, hozirga chiqqanlardan Hooligan, 2.0, Swim. Best friendingiz bormi? Albatta bor. Menimcha hamma qizlar best friendingiz bo'lishi kerak. Qo'shni dugonam Jihuna, maktabda uchtasi Jivu, Nari, Rami. Amilarning sizga yoqmagan ishi. Bu savol kelib tushgandan beri men o'ylamaman javobini. Xullas, nimaga kerak biyasalab urishlar? Nima u seni ering bo'lib qoladimi biyasalab urishganing bilan nima foyda? Masalan, sen biyasing Jungkook. Nima Jungkookni talab urishding, o'zingga qilib oldingki Jungkook keldi desam, men uchun urishibsan, seni biyasing ekanman, yur turmush quramiz, ering bo'laman. Nima deb aytadimi? Nima foyda urishgandan? Biror nima o'zgaradimi? Baribir birga bo'la olmaysan. Nimaga urushasan? Nima foyda undan? O'lnamayın deb qo'yishadi-da. Meniki, seniki, seniki. Yana 5 yildan keyin, 3-4 yildan ko'ramiz kimniki ekanligini. Keyin konsertda faqat rasmga olishlari, videoga olishlari. Nimaga kerak? Senga rasm, video kerakmi? Konsertga kirmasdan qo'yaver. Konsertdan keyin o'zi videolar chiqib ketadi, shuncha rasmlar chiqadi. O'shalarni olasan, kerak bo'lsa. Konsertga ko'rish uchun boradi, faqat rasm yo videoga olish uchun emas. Kerak bo'lsa, rasm, video kerak bo'lsa, konsertdan keyin chiqadigan rasm, videolarni olishing mumkin. Agar biror kun davomida istalgan super qobiliyatga ega bo'lsangiz, qaysi birini tanlar edingiz va nega? Hamma tilaklarni bajara olish. Chunki agarda barcha tilaklarni bajara olsam, yo'q bo'lib qolish desam, yo'q bo'lib qolaman. Ko'rinmas bo'lish desam, ko'rinmas bo'laman. Fikrini o'qish desam, fikrimni o'qolaman birovdan. Bu yaxshi. Bitta o'qda filonta quyon uraman. Hayotingizdagi eng kulgili va esda qolarli voqea qaysi? Ikkalasi ham bor, kulgili va esda qolarli. Kulgilisi ikkita shunaqangi fotografiyalar. Birinchi men kichkina edim, taxminan 1 yoki 2 sinf edim, balki 3-bir klass, esimda yo'q. Bo'limlarnikidamiz kechki payt. Bo'limlarni ikki qavat. Tepada chiqmoqchi edim, keyin eshik taqiladi. Men qaradim. Men hali kichkinaman, qo'rqaman, eshikdan chiqishga. Akamni ismi keldi.
ko'chadan oynalar chiqib turibdi yozlik payt. Keyin tutumda nima dedim, biroz gapnim dedim. Tepaga chiqib ketdim-da tushdim. Yana eshik taqilladi. Akamning ismini ovozga qaradim-da, dedim ketdim. 2-3 marotaba shunaqa bo'ldi. Keyin akam ham orqamda turibdi. Aka, sizni chaqirishyapti. Keyin dedim. Bordik sekin. Keyin men shunaqa eshikni ochdim. Uni do'stim maskada, qo'rqinchli maskada turibdi. "Buva!" deb to'g'ri ketibman. Nima bo'ldi? Arvoh achida. Shunaqangi hozir shuni eslasam qotib kulaman. Yo'q, akam u yoqda kulib yotdi. Do'sti shunaqangi qo'rqinchli maskada ekan. Ikkinchisi taxminan 1 yilmi oldin bo'lgan voqea. Taxminan 1 yil oldin yozda bo'lgan paytim. Keyin dugonalarga hazillashib, sizlardan yashiradigan sirim bor aka deganimda. Keyin kelinglar berkimoqchoq o'ynaymiz deb yosh bolacha bo'lib o'ynamoqchi bo'ldim. Keyin men yashirindim. Hech kim yo'q joyda ko'p qorong'i. O'sha yerda o'tiruvdim, yig'laganga o'xshab. Keyin bu yoqdan bitta bola kelyapti deb. Men bu yoqda ko'p qorong'ida oyog'imni quchoqlab yig'lab o'tiribman. Bilet hozir kelinglar boyaga bola qo'rqib panarini yoqib ketib qoldi. Hozir boyaga bola o'tib ketgandan keyin nima qilarimni kulaman boru. Agar dunyoning istalgan joyiga bepul sayohat qilish imkoniyati bo'lsa, qayerga boradingiz? Ikkilanmay Janubiy Koreya derdim. New York, Yangi Zelandiya. Bolaligimdagi eng sevimli multfilm yoki qahramon kim edi? Men multfilmni aytaman, qahramonlar hammasini yoqtiraman. O'sha multfilmlarning yoshligimdagi hammasini yoqtiraman. Pakati, Tom и Jerry, Masha и Medved, Oq it va qora it. Xullas, bolaligimdagi hamma multfilmlar o'qidi. Kunduz amakining ertaklari, Quyon og'aning sarguzashtlari, Dovich va Sheko. Xullas, hammasini yoqtiraman. Bolaligim o'tgan o'ylab bilaman meni. Agar o'zingiz haqingizda bitta fakt aytish kerak bo'lsa, nima der edingiz? O'zim haqimda bitta fakt. Buni aniq bilmayman. Liboy bir odam o'zing haqingda bitta fakt aytdi. Men ismim Yongila derdim. Bo'ldi, faqat boshqa narsa aytib bilmayman hozircha. Menga kim aytdi nima deb aytish? Bilmayman. Ha, topdim. Erinchoqdan ham erinchoqman derdim. Erinchoqdan ham erinchoqman derdim. Darji u yoqdan bu yoqqa aylanib o'tishga erinaman. Shuni aytardim, balki bilmayman. Shunaqangi erinchoqman. Darji telefon o'ynashga ham erinaman. Yotishga erinaman darji.